orqamda ko'rib turgan binoingiz arendaga beriladi. Bitta like ni bosib qo'ying, narx-navosini va binoni sizlarga tanishtirib o'taman. Mana birinchi etaji. Magazin qilishga idealni deb o'ylayman. Ikkinchi etaj ham shunaqa oshxona, nimadirlar qilsangiz bo'ladi. Buni tadbirkorlarga jo'natib qo'yish kerak. Xullas, podvali ham katta ekan. Podvali 150 kvadrat, birinchi etaji 280 kvadrat, tepasi 300 kvadratdan ziyoda joy ekan. Mana ko'ryapsiz. Xo'p, Qizil magazin desa ko'pchilik bilishadi. Mana shundan bir 30 metr o'tgandan keyin yo'lni bu betida mana shu joyda joylashgan. Ko'ryapsiz, yonimizda mana masjid ham joylashgan. Yo'l do'sti, tadbirkorchilik, biznes qilishga eng ideal, daromadingizni ko'paytiradigan joy. Inshaalloh. Buni tadbirkor akalarimiz o'zi bilishdi. Hozir esa vaqti cho'zmasdan narxni edi, xo'p, kvadratini $6 beramiz deyapti, yana o'tib beradi. Kelishamiz ham deyapti. Endi xudo qolasa birinchi etajdan boshlab sekin obzor qilib boshlaylik. Mana ko'ryapsiz, birinchi etajini 280 kvadrat deyapti, mana. Ko'ryapsiz. To'pli pullar qilingan, hamma mana remontlarni chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu yog'i ham podval, mana sizga bu yog'i ham beriladi. Mana sklad qilib qo'yishingizga ham yaxshi-da. Ko'rasizmi? No svet yo'qligiga hammasini chiroyli qilib ko'rsata olmadim. Imkon boricha qo'ldan kelgancha ko'rsatib boramiz. Faqat sizlardan esa like, qo'llab-quvvatlash, podeshka. Buni o'sha puli bor hojakalarga jo'natib qo'ysangiz ancha manfaatli bo'ladi. Xo'p, manzil Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, ya'ni mikrorayon desa ko'pchilik bilishadi mana shu joyda. Mana birinchi etajimiz, ikkinchi etajimizga chiqadigan joyi, mana ko'ryapsiz. Mana bu yoqda butun binoni yuragi, ekosistemasi deydi-yu, mana shu joyda joylashgan. Ko'ryapsiz. Qanaqa pul ketgan-ey? Mana bu yoq hojatxonasi. Endi bu yog'ini ko'rsatay. Qana shunaqa puling bo'lsa, shunaqa joyda olib qo'yib, oshxonani qilib, daromadni qilsak. Mana ko'ryapsiz. Ikkinchi etajni ham dahshat, qarang. Mana mebellarigacha qo'yib qo'yishgan, ko'ryapsiz. Mana mashina sizda logotipingiz turadi. Mana ham atmosfera, ham o'ta chiroyli emotsiya baxshida qiladi. Mana bu yoq hojatxona tomoni. Qarang, qanaqa chiroyli. Buni srochniy tadbirkor akalarga shunday linkini tashlab qo'yish kerak. Mana ko'chaning ustida. Qarang, qanaqa keng. Mana masjidda bemalol musiqani qo'yib, o'ynab, kulib chiroyli o'tirsa bo'ladi mana. Mana bu yoqda ham yana bitta zal ko'ryapsiz. Endi mana oshxona tomoni. Mana bu yoqda ham bitta xona bor ekan, mana bu yoqda ham bitta xona bor. No sklad, nima deydi? Muzlatgich nimadirlar qo'yish kerak, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Buni ko'rayotgan o'zi tadbirkor akalarimiz, ovqat bilan shug'ullanadigan akalarimiz, opalarimiz hammasi bilishadi. Mana 5 ta qozon qo'yib qo'yish kerak ekan. Ana sizga sharoit. Mana shu joydan restoran qilib qo'ysangiz, pul o'zi shuna kelib yotaveradi. Pulni sanab yotaverasiz hoji aka. Like ni bosman desa, bitta bosib qo'ying. Sizdan nima ketdi? Bu zotda bizga motivatsiya. Xudo xolasa mana shu joyda olib, baraka topib, biznesingizni yanada gullatib yashnating. Bilaman, doim siz ehson sevar, shunaqa insonsiz. Yanada ehson qilishingizga, yanada qo'lingiz ochiq bo'lishiga yanada imkoniyatda. Bu joyda biznes qilsangiz, mana ko'ryapsiz, aholi yaxshi. Nima deydi? O'ziga to'q qatlam joylashgan bu yerda. Bemalol biznesingizni qilsangiz, daromadingizni karra-karrasiga chiqaraverasiz-da. Endi bu podvali. Mana ko'ryapsiz. Faqat svet yo'qligi uchun uni ko'rsata olmayapmiz. Atak 150 kvadrat, normalniy. Manzil Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, ya'ni mikrorayonda joylashgan. Toshkent yo'li deyishadi bu yerda. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, mana shu joyda kelib, o'zingizni biznesingizni, tadbirkorchiligingizni qilsangiz,
qancha daromad, qancha foyda olasiz. Pastda egalar raqami, yaqinlarga, tanishlarga, biznesmen, tadbirkorlarga jo'natib qo'ying videoni.